Homiladorlikdan saqlanish uchun ichiladigan gormon preparatlar semirtiradimi? Hozirgi paytda juda ko'p ayollarimiz homiladorlikdan saqlanish uchun gormon preparatlarini, ya'ni koklardan foydalanishadi va bu preparatlar sizni ortiqcha vazn yig'ishingizga albatta sabab bo'ladi. Chunki birinchi navbatda sizda insulinni oshiradi, ishtahani ko'taradi, tanada otyoqlar yig'ilishiga sabab bo'ladi, testosteron gormoniga ta'sir qiladi, ya'ni ayollarda libido kamayib ketadi. Bundan tashqari, qalqonsimon bez faoliyatiga ham juda ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Qon quyiladi va tromb hosil bo'lish xavfi oshadi. Boshda juda ham kuchli og'riq, migren boshlanadi. Undan tashqari juda ko'p ayollarda arterial давление oshishi ham kuzatiladi. Koklarning yana salbiy oqibatlaridan biri organizmni toksinliydi, ayniqsa jigarni. Jigar kasalliklari boshlanadi, vitamin B guruhi esa kamayib ketadi. Uyqusizlik, stress, depressiya, soch to'kilishi ham aynan koklarni doimiy ravishda ichib yuradigan ayollarimizda kuzatiladi. Shuning uchun ham men nutritsiolog sifatida umuman bunday tabletkalardan foydalanishingizni tavsiya bermayman.